76 kvadratli premium segmentdagi 3 xonali kvartiramiz sotuvga chiqqan. Pavorotdan bo'lyapti. Bu yerda bizlarda asosiy kirib kelishimiz eshigi, dekoratsiyani o'ynatganlar va prixoja mebel. Mana shunaqa chiroyli prixoja bo'lyapti. Ana endi xonalarni ko'rishni boshlaymiz. Birinchi xonamiz bu mehmonxona bo'lyapti. Ko'rishlaringizdek hamma kerakli mebel jihozlari bor. Stol qo'yilgan, mягкая zona, devorlar attachment qilingan, TV zona qilingan va plavna oshxona qismiga o'tamiz. Oshxonamizda ham hamma kerakli mebel jihozlari bor va qo'shimcha balkoni ham bor. Oshxona отдельно oyna bilan yopiladi. Xohishingiz bilan, xohlasangiz yopib qo'ying, xohlasangiz ochib qo'yishingiz mumkin. Ana endi kattalar yotoqxonasini ko'ramiz. Kattalar yotoqxonasi juda ham ma'qul bo'ldi. Xonasi katta bo'lyapti. Kerakli mebel jihozlar bu yerda ham qo'yilgan. Двухконтурный котел, sopli pol qilingan. Полностью kvartiramizda hali hech kim yashamabdi. Eshiklarga bitta baho bering. Krashni eshiklar, bu yer прачечная bo'lyapti. Mana shunaqa yarimni прачечная, yarimni kladovaya qilish mumkin va mana bu yerda bizlarda sanuzol joylashgan do'stlar. Sanuzol ham juda ham chiroyli did bilan remont qilingan. Bu yerda esa bizlarda bolalar yotoqxonasi bo'lyapti. 2 etajli. Agar kvartiramiz ma'qul bo'lgan bo'lsa, agar qo'shimcha ma'lumot pastda opsiyada bo'ladi, videoni tanishlarga yuborib qo'yish esdan chiqmasin.